O'zbekistonda ko'pchilik bilmaydigan, narxi sifatiga nisbatan juda ham arzon 4 ta elektromobilni aytaman, lekin bilmayman nimaga bizda olishmaydi. Birinchisi Bipal S09. Li9 bilan bir xil bahaybatligi ham, komforti ham, lekin narxi 39 ming CIP tashkil. Li9 2 barobar pastga arzongan. Albatta. Ikkinchisi 100 yillik brendi Toyota 3X. Chempion bilan juda ham katta konkurensiya qiladi Xitoyda, lekin narxi Championdan ozgina arzonroq. CIP tashkil $20,500. Uchinchisi Nio kompaniyasining hamma elektromobili. Sababi albatta butun umrga garantiya berishi. To'rtinchisi Toyota'ning sub brendi bo'lgan GAG Aion S Plus. $14,800 CIP tashkil, lekin sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, hozir mashinalar juda ham defitsit bo'lib ketgan. Zakaz qilsa bo'ladimi hali ham? Конечно bo'ladi. Faqat tezlashish kerak. 1-yanvardan yangi qonun chiqyapti. 6 oydan keyin eksport olamiz. Aldab ketmaysizmi? Endi qarang, birinchi ofisim Index avtobozorida, ikkinchisi Oybe metroda. 5 yildan beri shu sohadaman. Ketmasam kerak.